Assalomu alaykum hurmatli Sharh Yulduzini obunachilari. Barchangizni xonadoningizda tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilagan holatda 4 ta boqma buqamiz bor. Dehqonchilik o'zim boqqan buqalar. Shularni sotuvga qo'yapmiz. Kelishtirib yaxshi narxlarda mollarni sotamiz. Marhamat ko'ringlar, bahosini o'zingizlar berasizlar. Hurmatli obunachilar, mana birinchi buqamiz. Orqadagisi ikkinchi buqa. Uchinchisi mana bu. To'rtinchisi mana shved. Toza %100 shvedlardan. Mana hurmatli obunachilar, shvedimiz. Hurmatli obunachilar, bularni mana shu ko'rsatgan 4 ta buqami 1 yil oldin ena bola sigir holatda olganmiz. Shular kelganda 15 kunlik, 20 kunlik bo'zakchi edi. Roppa rosa 1 yil bo'ldi olinganiga. Shu 15 kun, 20 kunlik bo'zakchalar edi. 1 yil boqdik. Mana endi sotuvga qo'yapmiz. Hurmatli obunachilar, mana shvedni enasi ham rosa katta edi. Urug'qa so'raganlarga mana bo'zaklarimizni yoshlari 13 oydan. 3 tasi 13 oylik. Mana 1 2 3. Mana shu 3 tasi 13 oydan. Mana bu 15 yoki 16 oylik. 2 oy 3 oylik katta 3 tasidan. Hurmatli obunachilar, mana endi oldi taraflardan ko'rsatib beraman. Mana hurmatli obunachilar, mana oxirlari hozir video syomka bo'layotgan payti asakamizda soat 3:30. Mana shvedlarni mana hammasini oxiri top-toza. Suvni ichib, xashayni yeb. Bitta mana malomimizda mana ozgina oshirib qo'yibdi. Buni ham kechgacha yevoradi. Hurmatli obunachilar, kelayotgan Qurbon hayiti barchalarga xayrli va barakotli kelsin. Barcha mo'min musulmon xalqini, O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qurbonlik qilayotganlarni, qurbonlikqa tayyorgarlik ko'rib, buqa, qo'y olib yurgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat bo'lsa, niyatlarga yetsin barchasi. Hurmatli obunachilar, endi mana narxlarini aytaman. Qo'yiq suyuqqa aytaman. Mana shu birinchi molimiz, mana shu 3 ta ko'rsatgan molimdan, mana shu 3 moldan, yerda shu 2 oylik, 3 oylik katta oylikka. Mana ular 13 oylikdan, mana shu 15 oylik, 16 oylik. Shunaqa atrofida. Qo'yiq suyug'iga narx qo'yamiz. Dehqonchilik, telefon qilaverasizlar, kelishtirib beramiz. Aytilgan narxlar muhim emas. Eshigimiz Andijonda Asakasidan. Mashina zavodida yonida uyimiz. Mashina zavodidan 1 kilometr ichkarida yurganda. Telefon raqamim 90 169 35 35 ga chiqaverasizlar. Kelishtirib beraman. To'rovni qo'yiq suyug'iga 30 milliondan kami bor deb narx qo'yapman. Mana mollarni yaxshi ko'rib olishingiz mumkin. Mana 30 milliondan kami bor. Kelishtirib beraman. Dehqonchilik 1 yil oldin olingan shu 20 kunlik bo'zoqchalar edi kelganda. Shularni 1 yil boqdik. Mana endi sotyapmiz. Kelganda qanaqa edi? Hozir ko'rsataymi? Hurmatli obunachilar, mayada sigirlarimiz bor. Hurmatli obunachilar, mana kim taniyapti? Bu yoqqa naves qilganmiz, mana molxona qilganmiz. Mana yoqqa sigir baylab borganmiz.
Mana hurmatli obunachilar, shuni bu yotgan bo'zakni kim ko'ryapti? Xuddi mana shunchalik bo'zakchi edi kelgan paytda shimolda mana. Mana xuddi mana shunaqa edi. Bu bo'zakchamizga ham 15 kun, 20 kun bo'ldi olganimizga. Где-то shu 1 oylik u yoqda buzoqcha. Tur. Novoqcha bu ham. Chu. Mana kelgan holatda mana shunaqa buzoqcha edi, hurmatli obunachilar. Mana. Anchadan beri syomka qilmay qo'ydik, ishlarimiz ko'payib ketdi. Sigir yo'nalishga o'tib ketganmiz. Mana sutga ishlayapmiz. Mana bular bolalari, bular hammasi novoqcha bolalari. 4 ta sigirni bolasi 4 ham novoqcha. Sutga ishlayapmiz, bola baqishyapti. Oshgani bizga, oshmasa bolalariga. Hurmatli obunachilar, mana yana bir qator ko'rsatib qo'yapman. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shvetni zotga olsa asa tushadi mana shu. 13 oylik mana shu. Toza savashki shvet mana. Hurmatli obunachilar, molni u yoqdan bu yoqqa qilganim men bitta o'zimman. Sherigim ham yo'q. Buzoq, kurachi yo'q bularni-chi. Mana. 13 oylik buzoqchalar. Toza shvet. Chi. O'tmay qol. O'tmay qol. Chi. O't. Bu ham shvetmi, semental boshqacha sortimi? Bilmadim ama buni. Mana. Mana javob. Rossiyskiy bu mana. Chi. Qoch. Hurmatli obunachilar. Rossiyskiy, mo'yam rossiyskiy buqa. 30 milliondan quyuq suyug'iga kami bor. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib. Dehqonchilik eng qizig'i tirikchilik emas. 3-4 so'miga qaramasdan sotilaveradi. Yeb ichishi hamma yo'g'iga javob. Hamma ikol provikkalari bo'lgan. Ichki tashqi parazitlarga, pitlarga qarshi hammasini qildirib qo'yganmiz. Mana hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, kelishtirib beraveraman. 90 169 35 ga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana maza qilib boqasizlar. 5-6 oy bir yangi yilgacha boqsanglar, xudo xolasa 50 millionli buqalar bo'ladi, xudo xolasa. Bir 6 oy, 7 oyda boring 7 oyda ko'pi bilan 7,5 oyda 50 millionli buqalar bo'ladi, xudo xolasa. Erinmasdan ko'rsatyapman yana bir qator. Hurmatli obunachilar, shuning bilan syomkalarimiz nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qurbon hayitlarida yaxshi kayfiyatda, xursandchilikda, oila davrasida o'tkazib olish barchamizga nasib qilsin. Yangi qurbon hayitlarga Allohim o'zi yetkazsin.